Salom hammaga. Pul borasida, ish borasida, munosabat borasida o'zgarishlar shu haqida ko'ramiz. Ikkita karta qo'yaman. Ikkita kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. Unda ketdik. Pul borasida, ish borasida, munosabat borasida sizlarda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Ikkinchisi pul borasida, ish borasida, munosabat borasida sizlarda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi? Ikkita karta qo'ydim. Ikkita kartadan xohlaganlaringizni tanlashlaringiz mumkin. Birinchi kartamiz, ikkinchi kartamiz. Xohlaganlaringiz tanlashlaringiz mumkin. Diqqat e'tiborlaringiz faqatgina o'zlaringizga yoki kartalarga qaratinglar. Agar mabodo ikkala kartani ham ko'rib chiqsalaringiz ham bo'ladi. O'zlaringizga keraklisini olasizlar degan umiddaman. Unda tanlagan bo'lsalaringiz birinchi kartadan boshlaymiz. Pul borasida nima o'zgarishlar bo'ladi? Pul borasida juda ham ishlaringiz bo'ladi. Ishlaringiz juda ham ko'p bo'ladi. Pul borasida sizni anchadan beri bitira olmayotgan rejalaringiz bo'lsa, unda bitirish yaxshigina imkoniyat bo'ladi yoki sota olmaydigan narsangizni sotish yoki ola olmaydigan narsangizni olish deyarli bir oylar ichida sizda qandaydir birdaniga katta o'zgarish bo'ladi. Chunki e'tibor bergan bo'lsalaringiz, bu yerda kisa kartasi chiqdi. Juda ham abjir ot bilan, bu degani taqdir o'zgarishi. Bu yo'lda siz ko'plarni uje bilib qo'ygansiz, qanaqa xarakterli, kim ekanligini. Sizda qandaydir juda ham pul borasida katta o'zgarish bo'ladi. Yoki ololmaydigan pullaringizni olish, shunga oid karta chiqdi. Ish borasida sizlarda qanday bo'ladi? Ish borasida sizlarda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ish borasida yo'lga qarab turganlar sizlarda biroz vaqt, bir haftalar, 2 haftalar qandaydir to'xtash bo'ladi. Bu narsadan siz birozgina jahlingiz chiqib turgan bo'lishi ham mumkin. Lekin bitta joydan ikkita joyga o'tish sizlarda tez bo'lmaydi. Ayrim insonlar uzoq yo'l safari uchun pul tikkanga o'xshaydi. Lekin bu safar sizda albatta bo'ladi, lekin birozgina kutish bilan bo'ladi. Agar ish borasida sizni sud bo'yicha ishingiz bo'ladigan bo'lsa, bu borada sizlarda tezda o'zgarish bo'ladi. Bunga kimdir yordam beradi sizga yoki qanaqadir yo'lni ko'rsatadi. Ish borasida sizlarda yangilikdan ko'ra bitta joyda sabr kartasi ko'proq tushdi. Birdaniga tez kunlarning ichida o'zgarishlar sizlarda katta miqdorda bo'lmaydi. Chunki sizlarda kutish, to'xtash kartasi ko'proq tushdi. Bu hozirgi ishingiz juda ham ayrim insonlarda juda ham yaxshi, lekin juda ham charchoq holatdasiz. Lekin shunda ham sizning o'z kelajakdagi maqsadlaringiz uchun birozgina sabr qiladigan bo'lsangiz, sizlarda kimdir sizga yaxshi joyni yoki yaxshi yo'nalishni ko'rsatadi. Sizda ish borasida birozgina kartalarimiz sabrli bo'lishingizni, chunki bu oy sizda ishlar juda ham ko'p bo'lishini aytyapti. Ana endi munosabat borasida yo'lga qarayotgan inson. Munosabat borasida agar sevgan insoningizni yo turmush o'rtog'ingizni kimnidir kutayotgan bo'lsangiz, u insondan sizga juda ham yaxshi xabar keladi. Birga ko'rishish, ancha vaqtlardan beri bir-biriga ayta olmaydigan so'zlarni aytish, lekin u inson qandaydir o'rtalaringizda masofa bormi yoki uzoq joydanmi, sizlarni uchrashuvlaringiz birozgina qisqa bo'lishi mumkin. Lekin munosabat borasida ayrim insonlar ancha vaqtdan beri kutib turgan gaplarini munosabat borasida juda ham yaxshi tomonlama eshitishi mumkin. U kimdir sizga turmush qurishni yoki yangitadan hayot boshlashni taklif qilishi mumkin. Yoki yana bitta narsa, agar siz juftingizni kutayotgan bo'lsangiz, agar
turmush o'rtog'ingizmi shunday inson bo'ladigan bo'lsa, bu inson kelgan taqdirda ham yana o'z yo'liga borishi kerak, yana ish bo'yicha yana yo'lga chiqadi. Agar sizning hayotingizdan kimdir chiqib ketgan bo'lsa, sizning hayotingizga yangi inson kirib keladi. O'zingiz nima deydi, anchadan beri kutgan sizning xarakteringizga mos inson bo'lib chiqdi. Munosabat borasida ayrim insonlarda juda ham yaxshi munosabat, bir-birlaringizni nima deydi, bergan va'dalaringiz yoki bir-birlaringiz baxtli bo'lishlaringiz uchun sizlar uchun birozgina vaqt kerakligini, bu narsa uchun nima deydi, bu narsani o'zlaringiz ham tushunib turganga o'xshaysizlar. Chunki sizlarni birgaliklar vaqtlaringiz uchun, birgaliklaringiz uchun birga kurashish, birozgina vaqt ketishi haqida yoki u inson sizga nisbatan muhabbati jiddiy ekanligi haqida aytib o'tishi mumkin sizlarda o'zgarish. Lekin bu birinchi kartamizni tanlagan insonlarda muhabbat borasida juda ham omadli, tez kunlarda juda ham o'zingizdan, u sevgan insoningizdan yoki yangi insondan siz minnatdor qandaydir bu narsadan o'zingizni juda ham baxtli his qilib qolasiz. Birinchi kartamizni tanlaganlar. Ana endi ikkinchi kartamiz pul borasida nima yangiliklar bo'ladi? Pul borasida sizda qandaydir qiyinchilik, kimdandir yordam so'raysiz yoki siz anchadan beri, uzoq vaqtlardan beri yordam bergan insoningiz ham bo'lishi mumkin. Yoki do'stingizdanmi, kim bilandir. Shuning uchun sizni hozirgi kunda birozgina muammoingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shanga siz yechim topasiz. Agar o'zingiz biron narsadan juda ham qiynalayotgan bo'lsangiz, yaqin insoningizdan siz do'stingizdanmi, shu yaqin insoningiz sizga yordam beradi. Lekin o'zingiz kutmagan, nima deydi, juda ham kuchli, har tomonlama bor inson emas. Lekin siz qandaydir har tomonlama kuchi bor insondan rad javobi olishingiz mumkin. Naborot, nima deydi, yo sizga eski do'st yoki siz o'zingiz kutmagan insondan, unaqa qo'li uzun inson emas u, lekin sizning muammoingizga qandaydir pul masalasida sizga yordam beradi. Pul masalasida oyning boshlarida sizda birozgina charchoq holat bo'lgani bilan yangi kelayotgan oy, lekin o'rtalariga borib sizning yoningizda har doim qo'llab-quvvatlaydigan, balkim bu sizning juftingizdir, nimanidir olishga yordam beradi. Lekin bu narsani deyarli sir saqlashingizni taklif qilyapti kartalarimiz, chunki hasadgo'y insonlar sizning o'zingiz qo'lga kiritgan narsangiz uchun juda ham hasad qilib qolishi mumkin. Kartalarimiz shunday deyapti. Ana endi ish borasida sizda qanday o'zgarishlar bo'ladi? Ish borasida sizda nima deydi, hozirgi ishingiz ham sizda juda ham yaxshi, lekin nimagadir siz qanaqadir o'zgartirish kiritmoqchisiz. Uzoq yo'lga chiqmoqchi bo'lganlar ish borasida bu oy sizda juda ham safar bo'ladi. Keyin ayrim insonlar endigina o'tganga o'xshaydi. Juda ham ish borasida yaxshi narsa tushdi. Juda ham mehnatga boy bo'lasiz, chunki o'zingizni qilgan ishlaringiz tufayli boshliqlaringizdan yoki o'zingiz qilgan mehnatlaringizdan ancha minnatdor bo'lasiz. Chunki bu yerda Pentacle kartasi, King kartasi bilan bu yerda ham Pentacle kartasi. Bu degani yangi joyga o'tgan taqdiringizda ham uzoq muddat o'sha joyda nima deydi, odamlardan har doim nima deydi, sizning ishingiz bo'yicha minnatdorlik eshitasiz. Keyin ayrim insonlar qandaydir o'zini yaxshigina ish joyini kimningdir nima deydi, kimdandir qochish uchun yangilamoqchi bo'lib qoladi. Shu narsadan kartalarimiz ehtiyot bo'lishlaringizni maslahat beryapti, chunki kimningdir nima deydi, u inson yo boshliq emas yoki siz bilan xuddi deyarli bir xil lavozimdagi inson yoki bir xil ishdagi inson gapiga kirib yoki o'sha insondan qochgan holda bitta joydan ikkinchi joyga o'tishingiz mumkin. Shu narsadan ehtiyot bo'ling, chunki sizni hozirgi kunda hozirgi ishingiz ham juda ham yaxshi. Agar yo'lni kutib turgan insonlar
sizlarda yaqin kunlarda judayam yaxshi sizlarga nima deydi javob keladi. Shunga o'xshagan karta chiqyapti. Bu sizning sizni hayotingizda qandaydir xuddi lotereya o'yinda yutganday judayam ishingizda nima deydi yaxshigina natija bo'ladi. Judayam yaxshi ishga o'tasiz. Bu narsadan kelajakdagi bor narsalaringizni qilishni yoki bitira olmagan narsalaringizni bitirishga imkoniyat bo'ladi. Ana endi munosabat borasida sizlarda nima bo'ladi? Munosabatlar borasida hammasi to'xtadi. Charchoq holatdagi insonlar, ko'p ko'z yosh to'kayotganlar insonlar bo'ladigan bo'lsa, siz anchadan beri kim bilandir munosabatlarimizni to'xtatdik deydigan bo'lgan taqdiringizda ham sizda hali munosabatlaringiz davom etadi. Chunki ikki tomon ham hali bir-biridan umidini uzmagan. Keyin ayrimlarda sizlarda hozir munosabatlaringiz judayam nima deydi yomon emas, judayam yaxshi, yana ham bir-birlaringizga juftingiz sizga qandaydir mehribon bo'lib qolishi mumkin, ko'nglingizni olishi mumkin. To'xtagan insonlarda esa qandaydir dabdurustdan yana paydo bo'ladi u inson. Sizga o'zi aloqaga chiqadi yoki o'zi gaplashishga harakat qiladi yoki 3 kishiliklar o'rta yo'lda qolgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, hali munosabatlar to'xtamadi deyapti. Siz bu narsadan ko'p aziyat chekib, ko'p stress olishingiz mumkin, lekin sizlarning munosabatlaringiz judayam uzoq ketadi. Sevgan insoningizdan, juftingizdan, turmush qurganlar juftingizdan sizga nisbatan judayam rag'batlantirish eshitasiz. Sizga nisbatan qandaydir mehribon bo'lib qoladi. Sovg'a salomlar, ko'nglingizni olishga harakat qiladi, lekin bu narsani masofadan turib yoki o'rtalaringizda uzoq masofa bor yoki nima deydi masofadan turib mehribon inson. Shunga o'xshagan chiqdi kartalarimiz. Sevgi borasida sizlarda agar yolg'izlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarda birozgina to'xtash bo'ladi yaqin kunlarda. Katta o'zgarish yo'q. Lekin agar juftliklar munosabatlarda to'xtagan insonlar bo'lsa, qandaydir bir-birlarini g'ururlari judayam baland insonlar bir-birlaridan birinchi qadamni tashlashni kutadi, lekin bu narsa sizdan emas, u tomondan bo'ladi birinchi qadam. Shunga o'xshagan kartamiz chiqdi. Sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kutib qolaman. Kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.